Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi davlatlarda, har qaysi joylarda istiqomat qilib turayotgan musofir, muhojir, Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, suyumli vatandoshlarim, men Kamina Abdushukur Samsaqdan hammangizga o'tliq salom. Bugun mening ekranni oldinga chiqishimda kichkina bir xush xabar bor. Shuni Bulup Şivsiyadaki vatandaşlarımız bilen ve dünyanın her qaysi yerlerdeki qarindoshlarimiz bilan bir o'rtoqlashayli deb oldinga chiqdim. Bu xush xabar nima desanglar, 2 kunning oldida men X hesabımda ve Facebook hesabımda Şivsiya parlamentiga sunulgan bir taklif loyihani yo'llab qo'ygandim. Bu taklif loyihaniki mazmunini ve kimler tarafidan sunuldu degan bu uçurulni sizlardan bir o'rtoqlashay deb oldinga chiqdim. Oldindan bu taklif loyihani Shvetsni bir o'rtoqlashib o'tayli. Shu kunning oldida mana bu taklif loyihani X hesabımda, Facebook hesabımda, Instagram hesabımda tarqatgandim. Buni qachon ko'rdinglar? Yana ko'rib tushunmay qolgan qarindoshlarimiz bor bo'lishi mumkin. Shular bu xush xabardan bahramand bo'lsin deb ekran ochdim. Hamma mazmunini Uyg'urcha bir tushuntirib o'tay. Bizni xo'jal qilarlik muhim yerlarni bir tushuntirib o'tay. Avval bu loyihani o'tirib qo'ygan bu yuqori darajali ikki amaldorni tanishtirib o'tay. Bu ikki amaldorning birisining ismi Björn Söder. İkincisi Şivsiya Demokratlar Partisi'den. Yani birinin ismi Markus Wiechel. Markus Wiechel efendimdeki hazır ötəvatqan vazifeleri parlament a'zosi, yani asaslık a'zo, Tashqi ishlar komiteti o'rinbosari, Yevropa xavfsizlik ve hamkorlik tashkiloti vakillar o'mikining a'zosi, Baş komitetining a'zosi, Yevropa kengashining Shivsiya vakillar o'mikining raisi, tashqi mudofaa komitetiniki yoki mudofaa komitetiniki o'rinbosar a'zosi, urush komitetiniki doimiy a'zosi. Björn Söderning vazifalarini bir tanishtirib o'tay. Parlament a'zosi, Tashqi ishlar ve mudofaa birlashma komiteti o'rinbosar a'zosi, Tashqi ishlar kengashi o'rinbosar a'zosi, mudofaa komiteti a'zosi, urush komiteti a'zosi. NATO parlament ansambliga qatnashadigan parlament vakillar o'mikining o'rinbosar a'zosi. Tashqi ishlar komiteti o'rinbosar a'zosi, Yevropa xavfsizlik ve hamkorlik tashkiloti vakillar o'mikining a'zosi. Demak, bu ishga efendim Shivsiya parlamenti ve Yevropa parlamenti ilişkisinin vazifesi ve yukarı derecelik amaldor. Bu efendimniki bizni xo'jal qilarlik takliflarning ichida birinchi abzasga yoki taklifniki asoslariniki birinchi abzasidagi jumlalarni birga o'rtoqlashayli. Sharq Turkiston O'rta Osiyoda 1932dan 1934gacha va 1944dan 1949 yillari mavjud bo'lgan ikki davlat bo'lib, Xitoy, Mongoliya, Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston bilan chegaralanadi deydi. Hozir chegaralanadi. Bu rayon 1949-yili kommunist Xitoy tomonidan ishg'ol qilinib, Sharq Turkistonni o'ziga qo'shib olib, Xitoycha yangi zemin, ya'ni Xinjiang, ya'ni yangi zemin degan ma'nodagi nom bilan atashqa boshladi. Ya'ni 1949-yildan keyin rasmiy shuni deb atashqa boshladi. Sharq Turkistonda asosliqi Turkiya
musulmon guruhlar va Uyg'urlar yashaydi. Ular yaqinqi yillardan beri Xitoy davlati tarafidan keng ko'lamli bostirishga uchrayotdi. Bu vaziyatdan bu vaziyat ko'pincha hozirgi dunyoning eg'ir kishilik huquq krizisining biri deb tasvirlanadi. 2017dan boshlab Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yurakli holda, ya'ni Sharq Turkistonda deb atabdi. Bundan burun Shvetsiya parlamentiga sunilgan barliq takliflarda bunda ism bilan atalib baxmagan Şinjan deb atalibdi. Bu bir xo'sharlanarlik va shu 30 yildan yoqi, ya'ni Uyg'urlar Shvetsiyaga kelgan oldiga 30 yildan yoqi shu parlament eng kuchli bir taklif loyiha bo'ldi deb deyishga bo'ladi. 2017 yildan boshlab Xitoy hukumati Sharq Turkistonni keng ko'lamli tutib turish lager turlarini qurib ham shuni yo'l qo'ydi, ham davomlashtiryapti. Mo'ljallarga ko'ra 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur va boshqa osonliq musulmonlar lagerlarga qamalgan. Bu muassasalarda ular majburiy mengiyishga uchraydi. Diniy va madaniyatdan voz kechishga va Xitoy davlatiga sodiq bo'lish qasam berishga majburlanadi. Qiyin qistoq zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik va majburiy emgak selindi. Bu vaqtdagi dokladlarni hozir ko'p uchratib deydi. Sharq Turkiston dunyodagi eng ko'p nazorat qilinadigan rayonlarning biri deydi. Ya'ni hisobda saqchi davlati degan. Bu yerda yuz tanish kameralari, zo'r sondagi saqchilarning nazorati ostida yashaydigan bir rayon deydi. Ular ko'pincha ya'ni shu kameralar orqali shu yerdagi aholiniki faoliyatlari va aloqalarini izlash uchun ishlatiladigan davlat kontrol qiladigan applarni yon pullarga qarashga majbur bo'ladi. O'sha yerdagi fuqarolarga qarashni majburiy yo'l qo'yibdi. Efendimlar, taklif loyihasiniki yana bir yerida nima debdi oxirida Uyg'urlar va boshqa musulmon osonliqlar deb, ya'ni Sharq Turkistondagi bo'ladi. Uyg'urlar va boshqa osonliq musulmonlar Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi zavodlarda qulluqqa o'xshash sharoitda ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda nurg'un dalillar, faktlar bor deydi. Bu zavodlar dunyo bozorlariga eksport qilingan mahsulotlarni ishlab chiqardi. Bu xalqaro jazo tadbirlari va rayondan kelgan mahsulotlarni boykot qilishga yetib oshdi deydi shu dalillarning o'zida. Xitoy kommunist rejimi, ya'ni Xitoy hukumati Sharq Turkistonga Xitoylarning ko'chib kelishini rag'batlantirdi deydi. Va Uyg'urlarning o'z vatanida osonlikqa aylanib qolishiga sabab bo'ldi. Ya'ni majburiy tug'mas qilib etish, oilalarni parchalatish haqidagi dokladlarmi ko'p bo'lib, bu Uyg'ur nüfusini azaltishning keng ko'lamli strategiyasining bir qismidir deydi. Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan muomalasi keng ko'lamli xalqaro tanqidga uchrayotdi. Nurg'un davlatlar zulmlarga chetishlik, ya'ni irqiy qirg'inchilikka chetishlik, Xitoy amaldorlari va shirkatlariga qarshi jazo tadbirlarini yo'l qo'ydi. Amerika va Yevropa parlamenti qatorliq bir qancha davlat va tashkilotlar Xitoyni Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb aybladi. Shvetsiya hukumati Xitoy vakillari bilan suhbatlarda Uyg'urlarniki vaziyati masalasini izchil ko'tarib chiqishi va zulmlarga chetishlik Xitoy amaldorlari va shirkatlarga qarshi texnik ko'p jazo tadbirlarining yo'li qo'yilishi uchun tirishchanlik ko'rsatishi kerak deb nimasini oxirlashtiribdi. Ham hozirgi bu taklif loyiha Tashqi ishlar komitetida muzokaradan o'tgandan keyin parlamentga ovoz qo'yildi ekan.
Bu efendimler bilen bo'lgan aloqamizda agar bu qatim o'tmay qolib qolsa davomlashtirganligini bildirdi bizga. Bundan keyin yana davomli kun tartibida turadi ekan. Shvetsiya parlamentida bizning mas'ulimizning kun tartibida turishi bu nihoyat yaxshi ish, qarindoshlar. Asosiyatan bu xush xabar mishagicha hamda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga yana bir tavsiyarim. Bu Yevropada Xitoy hukumati 15 yillik vizsiz Xitoyga berib keldigan bir fursatni yaratib berdi. Amniyat bu fursat emas, ya'ni Sharq Turkistonliklarga qo'yilgan bir qiltaq desak bo'ladi. Bizning maslimiz dunyoniki 8000 kilometr yiroqligidagi Shvetsiyadek bir davlatda parlamentda kun tartib kelayotgan bir mezgilda bundan keyin yana dunyoning ko'plagan davlatlarida bu kun tartib keladi. Buni shunday tushuninglar. Xitoyniki bu aldam qaltisiga oldinib ota-onamni ko'rib kelaman, yoki urug' tuqqanlarimni ko'rib kelim deb vatanga berib kelayotganlar. Ya'ni Xitoyniki tashviqotchisi bo'layotganlar bu qilmishingni to'xtatinglar. Berishni o'ylashayotganlar qat'iy bo'lmay turinglar. Bu bir aldam Xitoyniki tozig'i, bu to'zaq qat'iy desimanglar. Qanday to'zaq bo'ldi deb o'ylab qolmang. Bu to'zaq bir millat erki qirg'inchilik uchrayotgan vaqtida shu millatning har bir a'zosi o'tashga tegishli vazifasi bo'ladi. Bu vazifa nima desa, sharafimizni asliga keltirish. Sharafimiz allburun yerdan yakson bo'lib ketdi. Bu sharafimizni qayta tiriltirish uchun qarshiligimizni bildirmasak, insonligimizdan so'z ochib olmaydi. Sharq Turkistonlikligimizdan zaten so'z etish mumkin emas. İnsanlığımızdan söz açılı olmayı Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, bulupmu yoshlar, bu Xitoyning to'zg'i qat'iy dastimanglar, 5-10 yil sabr qildinglar, yana 5-10 yil sabr qilsanglar, oldimizda nurg'un fursatlar yaqinlashyotidi, qisosimizni oladigan kunlar keladi. Shunga bunga tayyorlanishimiz kerak. Sharpimizni oqlashga tayyor turishimiz kerak. Sharpimiz qanday oqlandi? Vatanimiz mustaqil bo'lganda sharpimiz to'liq uzil kesil oqlandi. Atrofimizga qarab boqaylik. Bizga o'xshash erkiy qirg'inchilik uchrayotgan yoki davlati besilingan millatlar qayerda qanday qarshi turyotidi, vatani millat uchun qanday kurash qilyotidi, uning bir qaraylik, tarixi bir qaraylik. Baş Shvetsiyadek bir davlat parlament ichida bizning maslimizni e'tirof qilib o'tirg'i chiqayotgan bir paytda bo'libmi mana Shvetsiyadagi qarindoshlar sagak bo'linglar, hushyor bo'linglar, Xitoyning to'zqiga qiltaqlari qat'iy dastimanglar. Inshaalloh mustaqilligimiz yaqinlab kelyotidi, qisos olgan kunlarimiz yaqinlab kelyotidi. Sharafimizni qayta tiklashga bel bog'laydi qarindoshlar. Sharaf degan insonlikniki eng esil fazilat deb aytadi. Bu esil fazilatimizdan ayrilib qolsak, inson bo'la olmaymiz. Mening gapim shart tugidi qarindoshlar. Yana bir ko'rishgacha Allohga omonat, hammani Janob Alloh topshirdim.